Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bizda chorvalarimiz sotiladi. Rossiya davlatidan keltirilgan. Mana Angus bor. Xunojini bu tug'adi yaqinda. Fermamizga 50 ga yaqin mollarimiz bor. Mana simental, shved, mana pilminnoy simental, mana Angus tug'adi bu yaqinda. Mana ko'kraklari chiqib qolgan. Mana simental, shved bor, Черный пёстр bor, Mickey Mouse bor, Greyford bor, mana pilminnoy. Mana barcha turdagi fermamizga 50 ga yaqin mollarimiz bor. Narxini aytadigan bo'lsak, qisqacha qilib 18 milliondan 80 milliongacha mollarimiz bor. Rossiya davlatidan kelgan. Qo'ylarimiz ham bor. Qo'ylarimiz bo'g'ozlari ham bor, qo'chqorchalari ham bor, kattasi ham bor, qo'zichoqchalari ham bor. Barcha turdagi qo'ylarimiz bor. Mana toza Greyford, Mickey Mouse, simental. Manzil Samarqand viloyati Jonboy tumani, Eski Jonboy mahallasi. Pastdagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. 99lik 590 78 91 raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Semiz mollarimiz ham bor. Sotiladi. Mana xunojin tug'adi yaqinda. Bu ham sotiladi, yuvosh. Endi yaqinda tish buzdi. Birinchi tug'ishi simental. Mana qo'ylarimiz. Urg'ochi, erkak hammasidan bor. Qozog'iston davlatidan keltirilgan. O'zi bismillah deb tug'ishni ham boshladi. Mana hozir kichkina qo'zichoqchani ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlar, o'zi boshladi. Xudo xolasa mana shu fevral oyi 180 bosh urg'ochimiz bor. Qolganlari erkak, 180 ta qo'zichoqcha beradi. Mana shu fevral oyi to'liq tug'adi. Mana Greyford, mana pilminnoy. Mana shu aytgan 80 million degan mollar mana shu. Mana semiz taroziga ham beraveramiz. Kelishtirib beramiz. Mana sharalini ko'rsataman. Mana sharalli. Bo'yinni ko'ryapsizlar, mana dumman ko'ryapsizlar. Mana o'zi asli dumman mana bunday bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Belgiyskiy molda semirgan, yuvosh. Mana yelkalari 1 metr bo'lib ketgan. Mana. Hurmatli do'stlar, Chorva go'sht markazimizga obuna bo'lingizlar. Videolarimiz birinchilardan sizlarga boradi. Like tugmasini bosingizlar. Mana. Udar. Xudo xolasa nasib qilsa, o'zimizda bitta sigirimiz shundan qochgan. Uni ham video qilamiz. Tug'gan payti, xudo xolasa 1 oylarda tug'adi u. Mana. Shu ko'proq olyapman. Sal bo'lsa ham odamni ko'zi to'ysin deganda. Mana yelkalar qarangizlar. Yuvosh mol. Sotiladi bu ham. Taroziga ham kelishtirib beraveramiz.
Mana Greyford. Hurmatli do'stlar, oldiga turib tushiray dedim. Mana. Bu ham sotilaveradi. Taroziga kelishtirib beramiz. Greyford. Pilminnoy aka, hali xudo xolasa yeb ichishi zo'r, yana oldinga siljiydigan mollar bular. Mana tuyoqni ko'rasizmi? Stakan tuyoq. O stakan tuyoq degani mana shunaqa bo'ladi. Orqasi ham xuddi shunday bo'ladi. Toza. Mana shunday hozir pilminnoy ho'kizimiz bizda nechta bor? Mayda patsosdan 3 ta pilminnoy ho'kizimiz bor. Agar kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamga telefon qilishlari mumkin. Xuddi mana shu parodadan bor. 3 ta. Mana. Mana. Bular yuvosh, bular qo'yib turaman. Mana. Kimga kerak bo'lsa beramiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Bitta like tugmasini bosib qo'yingizlar. Kanalimizga obuna bo'lingizlar. Videolar birinchilardan sizlarga bo'lib boradi. Mana. Xudo xolasa ikkinchi fermamda ham mana shunday patsoslar turibdi. 15 ta. Patsos toza. Ikkinchi fermamda bu. Mana aka.